Mix Avto'Uzubi kanalimizda rekord narxga Nissan Altima mashinamiz 2006-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka jigarlar. Mashinamizning 3 yillik generallisi ham bor. Mashinani men Dubayda juda ham yaxshi ko'rib qaydaganman. Dubayda o'zida bu mashinalar kamida 3,5 ming, 4 ming, 5 ming atrofida turadi. U ko'rib o'tgan mashinangiz O'zbekistonda kamida 6 ming, 7 ming atrofida turadi. Faqat Mix Avto'Uzubi kanalimizda 2005-yil ishlab chiqarilgan 205 объемda motor, korobka hadovlari yaxshi holatda. Bitta kolodka alishtirib olish kerak, zadniy kolodka. Mashinamiz texnik, xudo xolisa hech qanaqa ishi yo'q. Kuzovi but-butun, oldi ortda but-butun. Mashinamizni 2 oydan beri test drive qilyapman. 100 kilometrga atiga 9 litr benzin ichotdi. Mashinamiz texnik hech qanaqa ishi yo'q. Xo'p, bu mashinamizga agar xohlasangiz 3 yilgacha ham, xohlasangiz oldi sotishni xohlasangiz farqi yo'q, muammo yo'q. Egalarini realniy lavzlari zo'r, xudo xolasa. Bu mashinamizni ko'ryapsizlar, oldi orqasi but-butun, suyaklari but-butun. Yuribmiz, texnik hech qanaqa ish ko'rayotganimiz yo'q. Chaqa chiqib boraylik bitdikda. Lekin mashinamizni bizga berayotgan narxga realniy stoyt. Sizga e'tibor bering, ko'ryapsizmi? Holatlari yaxshi holatda, xudo xolasa. Mashinamizni ko'ryapsizlarmi? Salonlari ham yaxshi holatda. Faqatgina bitta ximisiga qo'radigan joylari bor. Mashinamiz avtomat korobka 255 ming probeg. Original, realniy, o'zini probegi. Hech qanaqa oldiga, orqaga yo tablok hech nima alishmagan. Bu mashinamiz 255 ming probegda. Kelasiz tekshirasiz, muammo yo'q. 4 ta o'ziga yarashgan diskalari ham bor. Kengligini qarang, kengligini. Dilmurod, endi o'lchash endi xatoda endi. Mashinani ham o'lchaymizmi? Qarang, bitta gap aytaman. Uzunligi 470, 480 chiqadi. Xohlasangiz liboy odamingiz bilan sporoniman. Qarang, Dilmurod, bitta gap. Bu mashinamizni bitta realniy mazza qilsin klientimiz. Bu mashinamizni 3490 dollarga qo'yib yuboraman. Avtomat korobka, motor korobka hadovida hech qanaqa ishi yo'q. Tayyor, olasiz, shundoq bosib yuboradigan joy. Generalniy xohlasangiz 3 yilga xohlasangiz, 2 yilga xohlasangiz oldi sotdim, muammo yo'q. Egalarini nabzi bor lekin